ماوراءالنهر وقتی این نام را در مملکت‌های غرب به زبان می‌آورند، در پیش نظر آنها وطن علم و معرفت، مرکز دینی مبین اسلام و زادگاه یکچند نابیغگان عالم شمول جلوه‌گر می‌شود. واقعاً این سرزمین هولدمانند عالمان عالم شمولی را در آغوش خود پروریده است که آنها در همه ساحه‌های علم و معرفت و دین مبین اسلام به عالمان عالم حق استازی دارند و تا این دم نام آنها ورد زبان مردم عالم و اثرهای نادر آنها مورد آموزش عالمیان قرار گرفته است. محدث معروف ترین عالم امام البخاری، متفکر برجسته مولای روم، لسان الغیب حافظ الخوارزمی الفرغانی، امام ماتوریدی المرغلانی، مخدوم اعظم کاسانی، الترمذی بر این بزرگان ما در رشد علم و معرفت و دین اسلام سهم برجسته گذاشتند که این باعث فخر و افتخار ما می باشد. در جماعت که با اشتراک معاون دیرکتور مرکز تمدن اسلام فرخ‌الدین تورایف، عالم اسلام شناس ابرار مختار علی و دیگر عالمان و مسئولان دین شده گذشت، اساساً گفته های بالای بار دیگر افاده خود را یافتند. جانشین مرکز تمدن اسلام فرخ‌الدین محمدی درباره گذشتگان بزرگ ما اظهار اندیشه نموده افزود که اکنون وقتی آن رسیده است که ما با برابر با گذشتگانمان فخر کردن برای وارث مناسب آنها شدن نیز سعی و حرکت کنیم. برای این از همه مهمش امکانیت موجود است در ازبکستان صاحب اختیار. Azizlar, vatanimiz hozir biz siz bilan yashab turgan davrimiz shu vatanimiz uchun, umuman hozirgi sharoitimiz uchun eng baxtli onlarimiz. Vatanimiz eng gullab yashnab turgan va eng bizni tushunadigan, bizni biladigan, har bir issiq savog'imizni biladigan rahbar rahnamoligida yashab turibmiz. Bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak aziz vatandoshlar. Ikir-chikir narsalar, oilaviy narsalar, ozgina topilmasligi, ozgina kam bo'lishligi, nimadir yetishmasligi bu narsalardan past turadi. Bizning vatanimiz hozir dunyo bo'yicha, dunyo hamjamiyat bitta narsani aytaman azizlar. Muhtaram yurtboshimiz birinchi rahbarlikka kelganlaridan diniy ma'rifiy sohani baland ko'tardilar. Iqtisod boshqa hammasidan ko'ra nima uchun? Bizni yurtlarimiz, bizni ajdodlarimiz ayniqsa mana Farg'ona vodiysida bu yurtlarda ulug' avliyolar o'tgan, ulug'lar o'tgan. Bizni hozir farovon yashab turishimiz, farzandlarimizni farovon yashab safarlarga borib qayerlarda kelishligi ana o'sha biz o'tkazib ketgan ajdodlarimizni duolari, o'shalarni qilgan mehnatlari. Biz hali ungacha yeta olmayapmiz. Lekin men hozir sizlarning yuzlaringdan ko'rib turibmanki, demak, so'xda shuni negizi bor. Xudo xolasa kelajakda yana ham rivojlanib, bolalarimiz ham diniy, ham dunyoviy ilmlarni olib, albatta vatanimizning ravnaqiga o'z hissalarini qo'shadi. Yurtboshimiz o'sha diniy ma'rifiy sohani ko'tarish uchun eng katta dunyo bo'yicha eng katta minbar bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotini shunaqa katta minbaridan birinchi so'zlari ko'targan so'zlari diniy ma'rifat, Imom Buxoriy hazratlarini hadislarini yoyishlik va jaholatga qarshi ma'rifat rezolyutsiyasini qabul qilish kerak. Butun dunyo dinni, islom dinini, ma'rifiy tomonlarini bilsin. Shundagina islomga nisbatan har xil tuhmatlar, bu bunaqa din edi, bu isyonkor din edi yoki terrorizm dini edi degan tushunchalar ketadi degan ma'noda shu taklifni berdilar va butun keng afkor omma buni qabul qilib, mana shu rezolyutsiya 10-yilda qabul qilindi azizlar. Bu qabul qilingandan keyin yurtboshimiz kelganlarida o'sha birinchi faoliyat boshlaganlarida yoz oylarida o'sha 17-yilda birinchi ishlari Ramazoni sharif oylarida musulmonlarimiz uchun ulug' oylarida imom xatiblar, diniy xodimlar bilan uchrashuv qildilar. Va vatanimizda shu sohaga, islom diniga bo'lgan munosabati va keyingi siyosat qanday bo'lishligini xodimlarga tushuntirdilar va o'zlarini fikrlarini isbot qilish uchun shu yilning o'zida o'sha suhbatdan ozgina o'tgandan keyin, uchrashuvdan o'tgandan keyin qaror qabul qildilarki, O'zbekistondagi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi islom madaniyati markazi degan tashkilot tuzsak va bizni nafaqat O'zbekistonda, butun mintaqada, Qirg'iziston bo'lsin, Tojikiston, Qozog'iston hammasi bo'yicha o'sha islomni, ma'rifiy islomni bizni ajdodlarimizdagi qanaqa meroslar qoldi, buni hammasini yetkazish bo'yicha qaror qabul qildilar.
Va bu narsa mana shu 3 yil davomida uzluksiz davom etyapti. Yurtboshimizga biz minnatdorchilik bildirishimiz kerakki, mana shu sohani uzluksiz xayollarda ushlab turibdi. Shu yilning o'zida, o'sha 17-yilning o'zida, sentyabr oyida kelganlarida, qurilishni boshlaganlarida bitta fikrda aytdilarki, madaniyat markazi deb biz bu madaniyat markazi deganda bir oddiy tushuncha bo'lib qolar ekan. Shuni sivilizatsiya qilaylik, chunki bizning ota-bobolarimiz Mag'ribdan Mashriqgacha borib, Buxoroda tug'ilganmi, Farg'onada tug'ilishganmi, borib ilmni yoyishgan. Biz shuni ko'tarishimiz kerak va xalqimizga, yoshlarimizga bildirishimiz kerak degan tushunchani aytdilar. Shu o'rinda bir iqtibosda aytmoqchimanki, azizlar, biz yoshlarimizni asrash, mana ustozlar takrorladi, asrash nima bilan bo'ladi? Mana mahalla raislari bor, posbonlar, xotin qizlarimiz bor, opa-singillar. Bitta narsani farzandlarimizga qo'yaylikki fikriga, qayerda bo'lishmasin. Chetda ishlaydimi, qayerda bo'lishidan qadimda vatan tuyg'usi qalbida bo'lsin. Vatanni alishtirib bo'lmaydi hech narsaga. Vatan shu vatanda tug'ilib, shu vatanda tuproq qoni, kindik qoni to'kildimi, buni alishtirib bo'lmaydi. U mayda-chuyda boyagi kelib internetdan yo boshqadan mana yonimizdagi davlatlardan kelib masalan bunaqa edi, mana bunaqa qilsang to'g'ri bo'ladi deb o'rgatish bizga yot bo'ladi. Nima uchun? Buni men isbotlab beramanki, mana hozirgi dunyoda islom ulamolari Hindistonda bo'lsin, Misrda qayerda bo'lsin, o'qiyotgan narsasini sizga javob berishini, dalilini bizning Mavronahir ulamolaridan olib aytadi. İmam Buxoriy hazratlari shunday degan, Moturidi shunday degan, Farg'oniy shunday degan deydi. Bu biz uchun katta manba bu. Biz ko'chadagi u aytgan odamlarni emas, o'zimizni ajdodlarimizni fikrlariga, o'zimizda bizni hozir yurtboshimizni men buni uyg'unlashtirib aytganimki, yurtboshimizni talablari, bizdan istaydigan narsalari, biz o'siz faollardan, yoshlarimizdan istaydigan narsalari shuni tushunib olishligimiz. Biz o'zimizni ilmimiz, salohiyatimiz tarixlar davomida baland bo'lib kelgan. Shu balandlikni ushlashimiz kerak. Endi azizlar, mana sivilizatsiya markazi dedik. Hammalaringiz yaxshi tushunib olasizlar. Xudo xolasa 1 yildan keyin o'sha Qashti imom, eng o'sha O'zbekistonimizning markazi, diniy markazi bo'lgan Qaffoli Shoshiy hazratlari o'tgan, qabrlari qo'yilgan joylarda shunda yaxshi joyni tanladilarki, mana xudo xolasa 1 yildan keyin ochilishlariga mana bo'linib borib ko'rasizlar. Juda katta narsa bo'ladi. O'sha markazga kirgan har bir fuqaro, o'zimizni fuqaro bo'lsin, xorijiy fuqaro bo'lsin, bizni yurtimizdan chiqqan ajdodlarni qilib ketgan ilmiy, ma'naviy meroslarini, asarlari bilan bevosita tanishib, shu bir joyning o'zida tasavvur hosil qilib chiqadi. Va tasavvur hosil qilgandan keyin agar mabodo birontasiga qizilib, masalan Farg'onaga borib men buni ko'rmoqchiman desa, ana keyin uni o'sha turizm o'zini qo'mitasi bilan olib borib ziyorat turizmini o'tkazadi. Lekin bizning maqsadimiz, yurtboshimizning maqsadlari shu Toshkentdagi eng katta shunaqa markaz bo'ladi. Buni siz mahobatini albatta Toshkentga ziyoratga borsanglar ko'ringlar, juda katta joyda qilinyapti va katta ahamiyatga ega. Buni hammasi biz siz uchun qilyapmiz. Bitta narsani yoshlarimizga, mana sizlar bilan shu uchrashgandan foydalanib aytaman, yoshlarimizga bitta narsani tushuntiraylikki, vatan tuyg'usini bilaylik. Mayli biz hozir So'x tumanimiz o'ralgandir, bitta yo'l. Yaxshilikka umid qilaylik. Mo'min, musulmon odamlarni afzallik tomoni boshqa din vakillaridan umidli insonlar, niyatni yaxshi qilish kerak. Xudo xolasa, mana yaqinda yo'llar ochilib, kengayib, yurtboshimiz bor, rahbarlar bor, hammasi yaxshi bo'ladi degan tushuncha bilan yashashimiz kerak. Insonni umrini agar solishtirib qo'ysak, aziz vatandoshlar, aslini olganda, o'sha to ulg'ayishi boshqa, o'zi 20 yil yo 25 yil umr ko'radi odam. Haqiqiy yashash o'zi yo 20 yil yo 25 yil qoladi. Chunki yoshlikdan o'qiydi, bog'chaga boradi, uni bitiradi, o'qishni bitiradi, uylanadi, bola chaqa, orada juda vaqt kam qoladi. Shu umrda bizni, sizni chekkamizga mana shunday vatanda, gullagan joyda yashashlik tushibdimi? Biz buni to'g'ri qabul qilib, fikrlarimizni, tafakkurlarimizni, nimani buning uchun aytayapman? Mana hozir shu bitta tumanning o'zida 10 tami, 11 ta dedilar, masjid bor ekan. Jami masjid. Bu azizlar, bu katta narsa juda. Buni qadriga yetishimiz kerak. Masjid bo'lishligi, masjid bir mahallani oldida bo'lishligi yoki bir joyda markazda shuncha bo'lishligi, bu yaratgan egamning nuri bu. Bu o'sha xalqning barakati, o'sha xalqning xayri bo'ladi azizlar.
bu narsaga juda ham katta biz qadriga yetib yashashimiz kerak. اقرار باید شد که بعضا قواهای بیگانه برای مغلوب ساختن ملت، دین و خلق رو به زینه‌های بلند ترقیات گذاشته ایستاده، دین پاک اسلام را نقاب کرده سعی و حرکت میکنند که امروز شخصانی از علم و معرفت دور در حال به دام چنین غایه‌ها میافتند. مولای روم میگوید که اسلام به ذات خود نقص ندارد، همه عیب در مسلمانی ماست. واقعا این کرد و کار قواهای بیرونه از نقطه نظر اسلام ناممکن است و گناه است عظیم، اما آنها خود را چنین وانمود میکنند که گویا پیشوای دین، عالم اسلام، حقیقت جو و بشردوست باشند و آنها تنها برای غلبه نمودن اسلام تلاش داشته باشند. متاسفانه هستند آنهایی که مضمون و ماهیت دین را درست درک نکرده از پی چنین اشخاص می روند. برای نگاه داشتن شهروندان از تاثیر چنین قواها ما باید پیش از همه معنویت را رواج دهیم، زیرا شخصی صاحب معنویت عقلی سالم دارد، علمی کافی دارد و هیچگاه بقایه و معروضه های چنین قواها باور نمی کند و از پی آنها نمی رود. محض برای همین هم گفتند که معنویت قوه مغلوب ناپذیر. ادیبی برجسته در یک اثر خود می نویسد که انسان را از حیوان فقط معنویات و مدنیت او فرق می کناند. باعث تأسف است که انا همین حالتهای واریشوی جوانان به ترکیب قواهای ناپاک این از پس بودن درجه معنویات و معرفت آنها درک می دهد. خلق ما صاحب آن ارزش های می باشد که طی سالها و عصرها تشکل یافته به ما آمده رسیدند و نمونه والای مدنیت می باشند. افسوس که امروز از تاثیر مدنیت عاموی غایه های ناپاک قواهای بیرونی همین معنویات والای ملی و خلقی از جانب بعضی شخصان هموطنان ما صرف نظر شده ایستاده است. همین باعث ما را لازم است که بر ضد این همه خروجها و تاثیرها با معنویات والا مبارزه برده فرزندان، نسل نورس، اولاد سالم کمال یافته ایستاده، جوانان و نورسان را در روحیه همین ارزش‌ها تربیت نماییم. معلوم است که پیشتر در ساحه انداز برای شهروندان خاصه تدبیرکاران امکانیت و امتیازها موجود نبود. با کدام یک تدبیرکار صحبت نکنید از مجبوریت‌های انداز شکایت می‌کرد. با تشبث پرزیدنت مملکت کانسپسی نوی انداز قبول گردیده موافق آن برای تدبیرکاران قلعه‌های زیاد فراهم آورده شد. این امتیازها در رشد ساحه صاحبکاری در ازبکستان اهمیت مهم کسب نمود. باز یک جهت مهمش در آن است که کانسپسی نوی انداز در جلب نمودن اینوسترها به ازبکستان عامل مهم می‌گردد. در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه سمینار انداز در موضوع کانسپسی نوی انداز و امتیازهای برای تدبیرکاران فراهم آورده شده گذشت که در آنجا با برابر وکیلان شعبه انداز ناحیه صاحبکاران از هر محله‌های ناحیه اشتراک کردند. در سمینار خادمان شعبه انداز ناحیه عاید انداز نو امتیاز و امکانیت‌های فراهم آورده به تدبیرکاران فهمانیده دادند. با تدبیرکاران در این سال البته امتیازها به نهایت امتیازهای کلان داده شد. به مثال بریم تدبیرکارهای یک تدبیرکار میگویم آنها قطعی سالق انداز قطعی سپاریدن آنها در سال 2019 مثال 300,000 سوم بود. حالا از 25% مقدارشون کم کرده شده با سوم 200,000 سوم میسپارند. 100,000 کم شد، 25% کم کرده شد. البته این با تدبیرکاری ما یک قلعه امکانات کلان اعتراف باید کرد که امروز تدبیرکار امکانیت‌های زیادی را صاحب است و برای فعالیت آنها کسی دخالت نمی‌کند و سد راه آنها نمی‌گردد، زیرا تدبیرکاری این یکی از عامل‌های رشد مملکت از جهت اقتصادی به شمار می‌رود. از کانسپسی نوی انداز و امتیازهای فراهم آورده تدبیرکاران نیز خیلی شاد گشته من بعد بهره رواج دادن فعالیت خود وعده دادند. منم امروز در تشکیل کردگی سمینار دولت سالق اندازه ما اشتراک کردیم. به نهایت مهم چیزها را آموختیم و ما معقول گشت. محترم پرزیدنت ما منت داره اظهار میکنیم. در ساحه خواجگی قشلاق چه امتیاز آفریده شد؟ در منم امروز در سمینار اشتراک کردیم در ساحه قشلاق خواجگی امسال 2020 سال به محترم پرزیدنت ما به نهایت اندازه کم شده است. ما به همین خرسندیم. نتیجه همین امکانیت و امتیاز هاست که سالهای آخر در قطار دیگر شهر و ناحیه های کشور در ناحیه سخنی ساحه تدبیرکاری خیلی رواج یافت و شماره تدبیرکاران نیز خیلی زیاد گردید. در نتیجه یک چند نفر شهروندان به جای کاری دائمی تامین گردیدند. برای صاحبکاران فراهم آوردن چنین امکانیت و امتیازها در راضی نمودن تدبیرکاران از سیاست امروزه نقش مهم می‌بازد.